Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi oshxona mebellarimizni obzorini sizlarga boshladik. Xo'p, bu ishlarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri uzunasiga 4,5 metr, общий balandligi 2,5 metrga joylashgan. Bu chekkasiga suxoy xolodenlik, dekorativniy narsalarga moslangan. Xo'p, undan tashqari рабочий zona, ustilar rossiyskiy stalishnicy, orqalari kafel bo'lgan, granit yaxshisidan bo'lgan. Bu yerda ham aynak, bu chekkasiga ham aynak joylaganmiz. Bu yerga gaz, dimoxod va duxovka joylab berganmiz. Undan tashqari bu yerda moykasi bor. Moykasining ustida shushurkasi bor. Bu ishimizni materiallarga keladigan bo'lsak, materiallari krashimli NDF bo'lgan. Bir qator chaklariga, kraskalariga e'tibor berib qo'yasiz. Hamma yo'q xudo xolasa yaxshi full narsalardan ishlatilgan. Bu yerga esa mikrovolnovkaga joy qilganmiz. Hamma yo'q yaxshi narsadan ishlatilgan. Ichlari ham qo'shib soladigan poddonlari, davchilari o'zi yopadiganidan bo'lgan. Hamma yo'q zo'r, xudo xohlasa, hali ishlatib maza qiladigan narsa bo'lgan. Xo'p, bundan tashqari bunimizni endi metriga keladigan bo'lsak, bunimizni bir pagona metri 3,5 million so'mdan yasab beryapmiz. Endi bir pagona metr qanaqa bo'ladi deganlarga, eniga 1 metr, balandligi 2,5 metr, 2,30, 2,60 uyning holatiga qarab turib balandlar pastlaradi, summasi ashinga qarab o'zgaraveradi. Balandlar pastlaradi ham. Yo'q, menga NDF emas, akrildan yo laminatdan ko'rsatadiganlarga videoda oxirigacha ko'rsanglar, akrilli variantimiz bor, uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, bunimiz akrilli varianti bo'ladi. Xo'p, akrilli varianti buni ham razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri bu chekkadan bu chekkagacha 4 metr, balandligi 220 sm bo'lgan. Buni ham orqalari granit bo'lgan, ustilari rossiyskiy stalishnicy, to'rg'ashtirsangiz ham, issiq qo'ysangiz ham hech bo'lmaydiganidan bo'lgan. Xo'p, bunimiz davchilari ham hamma yo'q yaxshisidan bo'lgan, vakuum o'zi tortadiganidan bo'lgan. Ichlari ham keng, chuqur bo'lgan. Vakuumlar o'zi yopadi. Eshigini chekkasi korpusi ham pomni povx kironka, stenoda yopishgan, apparatda yopishgan, ichlari ham 3 etajdan narsalari ko'p sig'oradiganidan bo'lgan. Svetlari, galagenlari tepada 3 xil yonadi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qolamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Uyingizga burchakli bo'ladimi, dapatolog bo'ladimi, tekis bo'ladimi, xohlagan fasoningizda, xohlagan dizayningizda yasab, o'lchab joyingizga o'rnatib bera olamiz. Hamma yo'g'ini cho'tka qilib xudo xolasa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Yo'q, menga dapatolog 3 etajli variant deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa 3 etajli variantlarimiz ham bor. Bularimiz yerdan balandligi 2,60, 2,70 ga chiqadi. Buni ham orqalari granit ardonga, ustilar rossiyskiy stalishnicy, moyka, gaz, dimoxod, duxovka. Undan tashqari mana bunaqa nima deyapti obunachilar, xohlaganingizdaqa oson qilib chiqarib bera olamiz. Bu yergacha propan balonga joy tashlab ketganmiz. Oshxona o'zi yopadigan, yaxshisidan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.